Hammalarga assalomu alaykum. Bizani YouTube'da kuzatadigan aziz Zoji kuzatuvchilari, bugun sizlarga hammamiz yaxshi bilgan Shagaishi 0303 modelimizni obzor qilib beramiz. Ko'pchiligimizga bu mashinkamiz ma'lum. Ayniqsa buni chexol, polik yoki mebel tikadigan akalarimiz yoki opalarimiz, xullas umumiy qilib aytganda qalin motorlar bilan tikiladigan mahsulotlarni mana shu aynan maxsus mashinkamiz, spets mashinkamizda tikadi. Bugun sizlarga buni to'liq qilib obzor qilib, xususiyatlarini ko'rsatib beramiz. Birinchi bo'lib mashinkani ko'rinishidan ozgina qisqacha gapirib o'tamiz. Mashinkamiz aynan shu ko'rinishda bo'ladi va komplektida o'zini stollari bilan bo'ladi. Bundan tashqari komplektida zapas ignalari, mashinka moyi va otverkalari, silikon moylarigacha ham komplektida to'liq chiqadi. Ya'ni Zoji bu mukammallik va qo'ldan kelgancha mijozlarimiz uchun hamma qulayligi bilan qilib beramiz. Mashinkamizni tashqi ko'rinishida detallari unaqa ko'p emas, ya'ni bortovoy kompyuteri, monitorchasi, dumaloq muruvvati bor, chok qadamini yirik va mayda qilish uchun va zakrepka uchun отдельный yana bir detalimiz mavjud. Xo'p, bortovoy kompyuter haqida qisqacha gapirib o'tamiz. O'zi unaqa qiyin emas, maksimal darajada osonlashtirilgan PSM tugmalari bor. P bu programma tugmasi, S bu saqlanib qilish uchun, M shablonlarni tushuntirish uchun. Ya'ni buni bir sizlarga yana ko'rsatib o'taman. Pastda tepa va past strelkali knopkalarimiz ham bor. Bu tezlikni baland past qilish uchun va nastroyka qilish uchun kerak bo'ladi. O'rtada ko'rib turganingizda yana bir knopkamiz bor. Bu plavniy start knopkasi va tagida bu knopkani yana bir tarafdan ishlatsangiz bo'ladi. Igna pozitsioneri, ya'ni ignani tepada yoki pastda qolishini aynan shu knopkalar orqali boshqarsak bo'ladi. Endi yaqinlashtirib sizlarga bir amalda ko'rsatamiz bu knopkalarning ishlatilishini. Osonroq bo'ladi tushunib olishinglar uchun. Xo'p, hozir birinchi bo'lib tezlikni baland past qilishni o'rganib olamiz. Eng ko'p va aktual savol, mashinkaning tezligini qanaqa baland yoki past qilsa bo'ladi? Baland qilish uchun aynan mana shu knopkamizni bossangiz yetadi. Mana hozir 1600 tezlikda turibdi. Mashinkamizning maksimal tezligi daqiqasiga 2200 aylana. Mana shu knopka orqali bemalol nastroyka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz bu yoqdagi past strelka orqali mashinkani tezligini tushirasiz. O'rtacha mijozlarimiz 1,5 ming tezlikda tikishadi. Xo'p, va o'rtadagi knopkani boya tushuntirgan edim, igna pozitsioneri. Ya'ni bu knopkani bosib tursak, mana bu yoqda ko'rinish o'zgardi. Ya'ni tik bo'lganingizdan keyin igna tepada qoladi. Yana bosib tursak, ignani pastda qoldiradigan funksiyasiga o'tadi. Bir dona bossak, plavniy start funksiyasi o'chadi. Yana bir marta bossak, plavniy start funksiyasi yonadi. Plavniy start bu nima degani? Tikkaningizda, pedalni bosganingizda boshida sekin tezlanib va keyin оборот olib ketadi, ya'ni keyin tezlashib ketadi. Shu taraflama juda foydali funksiya. Bularni aytib o'tdim, asosan mexaniklarga kerak bo'ladigan programma va saqlanuvchi funksiyalari va M knopkasi. M knopkasi bu nima? Mashinkaga tikayotganingizda bir shablon kerak, ya'ni chok sanash funksiyasi bo'lishi mumkin. Shu chok sanash funksiyasida juda asqotadigan knopkamiz. M knopkasini bosib turadigan bo'lsak, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ikki taraflama, bu yerda mana shablonlarimiz bor. Ya'ni ikki yon tikmoqchisiz va chok qadamini belgilab qo'ysangiz, necha qadam kerakligini sizga bemalol mana shu knopka orqali foydalansangiz bo'ladi. Va bunaqa bu knopkamizdan, ya'ni chok sanash funksiyasidan oddiy erkin tikish, ya'ni to'g'ri tikishga qanaqa qaytib olaman desangiz, M knopkasini bosasiz. Shu holatga kelgandan keyin, ya'ni to'g'ri pastga strelka paydo bo'ladi. Shu holatga kelgandan keyin S knopkasini bosib qo'ysangiz bo'ldi. Mashinka yana erkin tikishga qaytadi. Xo'p, bortovoy kompyuter bo'yicha to'liq ma'lumot berib o'tdim degan umiddaman. Yana savollaringiz bo'lsa, izohda qoldirsangiz bo'ladi. Endi bu muruvvatga keldik. Mashinkaning chok qadami. Mashinkamizning chok qadami 12 mm gacha, ya'ni mebelchi akalarimiz uchun juda qulay. Chok qanchalik yirik bo'lsa, shunchalik chiroyli chiqadi. Xabaringlar bor. Chok qadamini mayda yirik qilish uchun push knopkasi bor. Push knopkasini bosasiz va zakrepka knopkasini pastga tushirib olsangiz, bu muruvvatimiz maksimal darajada yengil aylanadi. O'zingizga kerakli chok qadamini bemalol qo'yib olsangiz bo'ladi shunaqa qilib. Hozir biz yana qaytarib 12 ga qo'yib qo'yamiz va choklarni ko'rsatamiz keyingi
kadrlarda sizlarga. Xo'p, tikib ko'rsatishdan avval sizlarga yana bir qisqacha kerakli bo'ladigan ma'lumotlarni berib o'taman. Moshinkani eng afzal taraflaridan biri moshinka to'liqligicha o'zini o'zi moylash sistemasiga ega va bu sizga ishingizni ancha kamaytirib beradi. Eski moshinkalarga o'xshab o'tidan moy quyib yurishingiz kerak emas. Paddon qismiga moy quyib yurasiz, moshinka o'zini o'zi moylab turadi. Bu juda qulay hozirgi kunda afzallik desa ham bo'ladi va mana bu joy orqali moy aylanayotganini ko'rib tursangiz bo'ladi. Ya'ni kompressiyaga juda yaxshi bir ko'rib tursangiz bo'ladi kompressiyani. Undan tashqari moshinkamizni servo motor bilan jihozlangan. Bu ham hozirgi kunda juda dolzarb bo'layotgan masala. Ya'ni motori kattami, kichkinami, tok tejaydimi, yo'qmi? Servo motor moshinkalar nisbatan shovqinsiz bo'ladi. Oldingi moshinkalar xabaringlar bor, katta motor постоянно, ya'ni doimiy ovoz chiqarib turadi. Servo motorlarda unaqa muammo yo'q. Moshinkamiz mana hozir yoniq holatda hech qanaqa ovozsiz ishlab turibdi. Bundan tashqari tokni 70% gacha tejaydi, soatiga 0.3 kW sarf qiladi. Bu juda tejamkor degani. Xo'p, moshinkamizning igna va ip haqida gapirib o'tsak, moshinkamizda hozir DP17 ignasi turibdi. DP17 rusumdagi igna to'g'ri keladi va 120 dan 200 likgacha bemalol igna qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni katta ignalarni ham muammosiz qo'yaverasiz, materialingizga moslashtirib. Va ip masalasi 9 lik ipdan 6 lik ipgacha bemalol qo'yaverasiz. Bu ham shunaqa, nima tikayotganingizga qarab bemalol o'tkazib tikaverasiz. Unisidan xohlasa muammo yo'q. Moshinkamizda va yana bir joyini aytib o'tmoqman. Mana bu knopkasi bor, ya'ni bu donalik tikish. Bu knopkani bosib bitta-bittalab qadam beraverasiz. Bu ham juda foydali, nozik joylarga kelib qolganda bemalol shu funksiyasidan foydalansangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana moshinkamizda bu yoqdagi chiroqdan tashqari bu yoqni ham alohida yoritib turibdi, ya'ni bu yoqda LED chirog'i bor. LED chirog'ini mana bu yoqda knopkasi bor. Bu ham 3 pog'onali bo'ladi LED chirog'i. O'zingizga yorug'ini bemalol moslashtirsangiz bo'ladi. Ya'ni mana birinchi pog'onasi, ikkinchisi, uchinchisi. Birinchisi ko'pincha eng yorug'i bo'ladi. Xo'p, endi moshinkada hozir bu yoqda 6 qavat jinsovka qalin material qo'yib qo'yganmiz. Bitta tekis chok tikib, sizga chokini ko'rsatib berishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Choklari aynan shu ko'rinishda bo'ladi moshinkamizning. Bu hozir 12 mm chok qadamda turganda. Xo'p, tikishini xudo xolasa ko'rdinglar. Yana bir narsa xayolimdan ko'tarilibdi. Bu moshinkani o'ta qalin material ishlatadigan mijozlar xarid qilishadi va ular uchun eng muhim xususiyatlardan biri bu lapkani qanchalik baland yoki past ko'tarilishi. Qalin ishlarni tikayotganda materialni kirgizib olish uchun. Xo'p, bu moshinkamizning lapkasi 15 mm gacha ko'tariladi. Juda qulay, qalin ishingizni qalin joyga kelganda bemalol orasiga kirgizib tikaverasiz. Xudo xolasa unisidan muammosi bo'lmaydi. Endigi gal moshinkamizning paddon qismiga keldi, ya'ni moy turadigan qismi va asosan mexanizmi joylashgan joyi. Bu narsamizni moy filtri hisoblanadi, ya'ni moy shu yerdan ko'tariladi va moshinka sistemasiga ketadi. Bu filtrimiz moyimizga, sistemaga oshiqcha musor kirmasligi uchun, qoldiqlar kirmasligi uchun xizmat qiladi. Xo'p, eng muhim taraflardan yana bir tarafi bu mana moy turadigan paddonimiz. Bu yoqda ikkita belgi bor. L va H yozuvlari, ya'ni harflari. Bu degani moy L yozuvidan pastga tushib ketishi kerak emas, H yozuvidan ko'tarilib ketishi kerak emas. Ya'ni mana shu o'rtasida bo'lsa, juda yaxshi hisoblanadi. To'g'ri chok moshinkalarida moyini doimiy nazoratda ushlab yurish kerak. Nimaga desangiz, to'g'ri chok moshinkasi moy rasvod qiladi, ya'ni chenoshnik komplekt qismlariga moy sepib turadi. O'shaning hisobiga moy kamayishi mumkin. Kamayishi to'g'riroq kuzatiladi. Shuning uchun doimiy yog'ni toza, pokiza va o'z darajasida ushlab yursangiz, moshinkangiz ancha yilga xizmat qiladi. Moshinkamizning asosiy xususiyatlari ya'ni shulardan iborat. O'ylaymanki, to'liqligicha ko'rsatib bera oldik. U savollaringiz bo'lsa, bemalol izohda yozsangiz bo'ladi. Moshinkamizni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, aynan shu video ostida telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz. Telegram va Instagram sahifalarimizga ham bemalol o'tib, obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin.
Video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin va shunaqa videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'yishingiz undan ham yaxshi bo'ladi va sizda qanaqadir savollar paydo bo'lsa, aynan shu mashinka haqidami yoki Zojini umuman xohlagan turdagi mashinkalari haqida sizlarda savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarga yozib qo'yinglar. Biz ularni albatta o'qib chiqib javob qaytaramiz va ular haqida ham videolar qilib berishga va'da beramiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar.